Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Madina-i Nabaviya ziyorati. Muborak Madina-i Munavvara Nabiyimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning hijratlari bilan ulug' bo'ldi. Faqat Makka-i Mukarramadan boshqa yer yuzidagi shaharlar ustiga afzal bo'ldi. Uni ziyorat qilishlik har qaysi paytda shar'iy, ammo hajni farzligiga u bog'liq emas. Nabiy sallallohu alayhi vasallam dedilar: 3 ta masjidga ziyorat qilinglar. Masjidul Haramga, mening bu masjidimga va Masjidul Aqsoga. Buxoriy, Muslim, Abu Dovud rivoyatlari. Madinaning fazilatlari. Madina uchun ko'p fazilatlar bor. Ulardan birinchi, unda Masjid Nabaviyning borligi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Madinaga kelishlari bilan qilgan eng birinchi ishlari ilm va da'vat markaziga va insonlar o'rtasida yaxshilikning nashr markaziga aylangan sharif Masjidun Nabaviyni bino qilishlari bo'ldi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam shunday deganlar: mening bu masjidimdagi namoz Masjidul Haramdan boshqa hamma masjiddagidan 1000 barobar yaxshidir. Buxoriy va Muslim rivoyatlari. Ikkinchi, u tinch haramdir. Nabiy sallallohu alayhi vasallam uni Alloh subhanadan kelgan vahiy bilan haram qildilar. U yerda qon to'kilmaydi. U yerda qurol ko'tarilmaydi. U yerda birortasi qo'rqitilmaydi. U yerning daraxti kesilmaydi va boshqa ehromga kiritilgan narsalar ham mumkin emas. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: uning kiyigi, ovi ovlanmaydi, daraxti kesilmaydi, faqat hayvonga yem uchun kesilishi mumkin. U yerda qurol ko'tarilmaydi. Buxoriy, Abu Dovud, Ahmad rivoyatlari. Uchinchi, rizqda, mevada, pokiza hayotda barokatli shahar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: ey Allohim, bizlarga mevalarimizni barokatli qil, bizlarga shahrimizda baraka ber, bizlarga kilogrammlarimizda baraka ber, bizga metrlarimizda baraka ber. Ey Allohim, Ibrohim sening bandang, do'sting, payg'ambaring va men ham sening bandangman, payg'ambaringman va u senga Makka uchun duo qildi va men Madina uchun senga duo qilyapman. U Makka uchun qanday duo qilsa, shunday duo qilyapman. U bilan birga uning duosini mislini senga duo qilyapman. Muslim rivoyati. To'rtinchi, Alloh uni Madinani vabo va dajjoldan saqlaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: Madinaning har bir chekkasida maloikalar turadi. Unga vabo ham, dajjol ham kira olmaydi. Buxoriy va Muslim rivoyatlari. Beshinchi, Madinada yashovchilarning fazilatlari va unda yashash va vafot topish fazilatlari. Nabiy sallallohu alayhi vasallam: kim Madinaning shiddatiga va undagi hayot qiyinchiliklariga sabr qilsa, unga qiyomat kunidagi shafoatlarini va'da qildilar. Said ibn Waqqos roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: Madina ular uchun yaxshidir. Agarda ular bilganlarida edi, hech birortasi Madinani tashlab keta olmasdi. Faqat Alloh undan yaxshirog'iga almashtirsagina undan ketgan bo'lardi. Kimki undagi qiyinchilik va mashaqqatlariga sabr qilib yashar ekan, men unga qiyomat kunida shafoatchi va guvoh bo'laman. Muslim rivoyati. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: kimki Madinada vafot topishga qodir bo'lsa, unda vafot topsin. Men unda vafot topgan kishini qiyomat kunida
shafaat qilaman. Termiziy, Ibn Majah rivoyatlari. 6. Madina iymonning g'ori va undan yomonlik va nopoklik ketib qoladi. Iymon qancha shaharlarda qiynalsa-da, Madinadan panoh topadi. Yomonlarga u yerda o'rin yo'q. Agar u yerda tursalar ham doimiy yashay olmaydilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday dedilar: Iymon Madinaga yashirinadi, xuddi ilon o'z iniga yashiringanidek. Buxoriy rivoyati. Va yana shunday dedilar: Mening jonim uning qo'lida bo'lgan zotga qasamki, u yerdan birortasi yuz o'girib chiqib ketmasa, Alloh u yerda unga xayrni va'da qildi. Ogoh bo'linglar, albatta Madina xuddi temirchining bosqonidek zangni chiqarib tashlaydi. Madina xuddi temirchining bosqoni temir zanglarini ketkizganidek yomonlarni ketkizmagunigacha qiyomat qoyim bo'lmaydi. Muslim rivoyati. 7. Gunohlarni ketkizadi. Zayd ibn Sobit roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: Albatta Madina pokdir. U gunohlarni xuddi olov kumushning kirliklarini ketkizganidek gunohlarni ketkizadi. Buxoriy rivoyati. Madina-i Nabaviyadagi shar'iy ziyoratlar qaysilar? Musulmonning Madinani ziyorat qilishidan maqsadi u yerdagi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning masjidini ziyorati bo'lmoqligi kerak. Agarda Madinaga kelsa, unga ushbu ishlarni qilmoqligi shart. Ravza-i Sharifdagi namoz. U Nabiy sallallohu alayhi vasallamning uylari va minbarlari o'rtasida masjidning eng muqaddamida chegaralangan mintaqadir. U yerda namoz o'qishning fazli juda buyukdir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: Mening uyim va minbarim o'rtasida jannat bog'laridan bir bog' bor. Buxoriy va Muslim rivoyati. 2. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga salom. U haj qiluvchi Nabiy sallallohu alayhi vasallam qabrlari oldiga boradi. U zotning qabrlariga yuzlanadi va qibla uning orqasida bo'ladi. So'ng odob va past ovoz bilan: Assalomu alayka ayyuhan nabiyyu va rahmatullohi va barakatuh. Ashhadu annaka qad ballagta risala va addaytal amana va nasahtal umma va jahadta fillahi haqqal jihad. Fajazakallahu an ummatika afdala ma jaza nabiyyan an ummatih. Sizga Allohning salomi, rahmati va barakati bo'lsin, ya Rasululloh. Guvohlik beramanki, siz risolatni yetkazdingiz, omonatni o'tadingiz, ummatga nasihat qildingiz, Alloh yo'lida qattiq jihad qildingiz. Alloh har bir payg'ambariga ummati tomonidan beriladigan mukofotidan eng afzallarini ummatingiz tomonidan sizni mukofotlasin, deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: Ma min ahadin yusallim alayya illa raddallohu alayya ruhi hatta arudda alayhi salam. Kim menga salom aytsa, Alloh menga ruhimni qaytaradi va men uning salomiga javob qaytaraman. Abu Dovud rivoyati. Undan keyin Rasulullohning xalifasi va sahobalarning eng afzali Abu Bakr Siddiqqa salom berish uchun u tomonga yuzlanadi. So'ng salom berish uchun ikkinchi xalifa, fazil jihatidan sahobalarning eng afzali Abu Bakr roziyallohu anhudan keyingi sahoba Umar roziyallohu anhuga o'ng tomonga buriladi. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bashariyatning eng afzali bo'lsalar-da, biror kimsaga foyda keltirishga ham, zararni daf qilishga ham ega emaslar. Shu sababdan u zotga duo qilish ham, u zotdan yordam so'rash ham joiz emas. 3. Qubo masjidiga ziyorat. Bu masjid Nabiy sallallohu alayhi vasallam
o'z masjidlarini qurmasdan oldin islomdagi eng birinchi qurilgan masjiddir. Kim Madinaga borsa, Qubo masjidini ziyorat qilishi mustahab bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni ziyorat qilib shunday der edilar: Man tatahhara fi baytih thumma ata masjida Quba fa salla fihi salah kana lahu ka ajri umrah. Kimki uyida tahorat olib, so'ngra Qubo masjidiga kelib 2 rakat namoz o'qisa, unga umra savobi beriladi. Ibn Majah rivoyati. 4. Baqiy qabristonining ziyorati. Bu qabriston ulug' sahobalardan ko'pchiligi dafn qilingan qabristondir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni ziyorat qilar va uning ahllariga duo qilar edilar. Agarda musulmonlar Madinaga kelsalar, bu qabristonni ziyorat qilishlari, ularga salom berishlari va o'lganlar haqqiga duo qilishliklari shart. Bunga Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan kelgan hadislar bor. Ularni ziyorat qilish shar'iymi deb Oysha roziyallohu anha Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'raganlarida u zot dedilar: Quli assalomu ala ahli diyari minal mu'minina wal muslimin va yarhamullohu al-mustaqdimina minna wal mustaakhirin va inna inshaallohu bikum lahiqun. Ayting, mo'min va musulmonlardan ahli diyorlarga salom. Bizlardan oldin kelganlarga va keyin keladiganlarga Allohning rahmati bo'lsin. Albatta bizlar ham inshaalloh sizlarga yetuvchilarmiz. Musulmonlar qabrlarni silash yoki tabarruk qilishdan iborat bid'atlardan ehtiyot bo'lmog'i lozim. Agarda bunday qilishlikka biror xayr, yaxshilik bo'lganida edi, sahobalar, tobiinlar bizdan oldin bu ishlarni qilishgan bo'lar edilar. O'liklar biror kimsaga na foyda bera olishadi va na zararni ketkizisha oladilar. Ularga duo qilish, ulardan madad, yordam so'rashlik joiz emas. Duolarning har bir turlari yer va osmonlar mulki uning qo'lida bo'lgan zot uchun yo'naltirilmoqligi lozimdir. Baqara surasining 186-oyatida Alloh subhanahu va taolo aytadi: Astag'firu billah va idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Ey Muhammad alayhissalatu vassalam, bandalarim sizdan men haqimda so'rasalar, men ularga yaqinman. Menga duo qilgan paytlarida duogo'ylarning duosini ijobat qilaman. Bas ular ham mening da'vatimga javob qilsinlar va menga iymon keltirsinlar, shunda shoyat to'g'ri yo'lni topsalar. 5. Uhud shahidlari qabristonini ziyorati. Bu qabriston Uhud tog'i oldida shahidlar dafn qilingan maqbara joydir. Sahobalardan ko'p sonli adadi u yerda shahid bo'ldilar va u yerga dafn qilindilar. Ulardan biri Hamza ibn Abdul Muttalib va Mus'ab ibn Umayr roziyallohu anhumlardir. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularni ziyorat qilardilar va ularning haqlariga duo qilardilar. Madinani ziyorat qiluvchi uchun qabristonni, ya'ni o'sha maqbarani ziyorat qilmoqligi va undagi sahobalar uchun salom bermoqliklari va ular uchun duo qilmoqliklari shartdir. U yerda ibodat qilishlik yoki tog' ustiga ko'tarilishi va nayza otuvchilar tog'iga chiqishi shar'iy emas va u yerda Uhud g'azotini va u yerda bo'lgan hodisalarni eslab gapirishda hech qanday monelik yo'q, yoki voqealar bo'lgan yerdagi g'azotlarni sharhlashlikda hech qanday zarar yo'q. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.